Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 11 apreldan 16 aprel kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatlarida yog'ingarchiliklar kutilmaydi, faqatgina 15 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 6-11 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 darajadan 23-28 darajagacha o'zgarib turadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12-15 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 13-14 hamda 16 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan bo'ladi. 7-12 metr sekund tezlikda esib turadi. Haroratlar kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11 apreldan 15 aprel kunlariga ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 16 aprelga kelib yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 8-13 daraja, kunduz kunlari 20-25 darajagacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 11-15 aprel kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 16 aprel kuni esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 11 aprel kuni 8-13 daraja iliq, 12-16 aprel kunlari esa 12-17 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduz kunlari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda 25-30 darajagacha o'zgarib turadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 15 aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 11, 14, 16 aprel kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda bo'ladi. 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12 aprel kuni 8-13 daraja iliq, 13-dan 16 aprel kunlari esa 10-15 darajagacha ko'tariladi. Kunduz kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.